Assalomu alaykum. Bugun biz muzikal magazinimizning ikkinchi filialini qisqacha obzor qilamiz. Xo'p, Toshkent shahrida, Chilonzorda joylashgan. Xo'p, bu yerda biz muzikal magazin, musiqa anjomlari, kolonkali, mixer, usilitel, mikrofon, har xil cholg'u asboblar sotamiz. Xo'p, biz nimadan boshlaymiz? Bir boshdan boshlaymiz. Shuni kirganingizda har xil mikrofon, naushnik, mixer, stoykachalar, kabellar, har xil kabellar bor. Xo'p, kabellarimiz 8000 so'mdan boshlanadi, 52 minggacha bor. 8 minglik kabelimiz, xo'p, qora rang mikrofon kabel shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Bu ingichka kabellar, bu ham signal uchun petlichka mikrofonlar, ingichka mikrofonlarga ishlatiladi. Xo'p. Xitoydan keladi, Gold Shark, metridan 13 mingdan qilib beramiz. Rulonga arzonroq tushadi. Bu Dubaydan keladi, Max. Yumshoq, sovuqda qotmaydi, oyoq tagiga tashsangiz ham bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqariladi, Dubaydan keladi. Sifatlari yaxshi. Toza mis bo'ladi bular, hech qanaqa temir aralashmagan. Xo'p, agar yaxshiroq sifatda xohlovchilar uchun italyanskiy, nemetskiy kabellarimiz mavjud. $2,5, $3, $4dan chiqadi metri. Xohlaganingizcha bor hozircha. Xo'p, kolonkalarga ishlatiladigan kabellar 2 tali, 4 tali, undan ingichka kabellarimiz bor. Bular nemetskiy Samer firmasi, Xitoydan keladi. Sifatlari yaxshi, ichida ipli, yumshoq, oyoq tagiga bossangiz ham hech narsa qilmaydi, sovuqda qotmaydi. Shunaqa kabellarimiz bor. Xo'p, video kartalar, mikrofonlar, mixer, naushnik, cholg'u asboblari. Keyin bizda katta assortiment bor. Admotkalar bo'yicha har xil admotkalarimiz bor. Bu yerda ko'rinmagan, sig'magan admotkalarimiz ham juda ko'p. Avtomobilingiz subwooferlar uchun. Xo'p. Ikkita tarafda chiqqan buferlarga 4 qavatda o'ralgan admotkalarimiz bor. Buni katta kichik har xil razmerda bo'ladi. Kichkina kolonkachalardan tortib katta kolonkalarga ham bor. Ezda, Challenger har xil turdagi katta PA sistemasidagi kolonkalarga mavjud. Bular admotkalar, pastda bularga kerak bo'ladigan filtrlar bor. Filtrlarning har xil turlari keldi. Xo'p, hozir oxirgi kelgan modellarimiz mana shu bo'ladi. Eng oxirgisi mana shu. Radiatorlari metal bo'ladi. Xo'p, plus minuslari qisiladigan, peshalkaga alohida zashitasi bor. Xo'p. Yaqinroq ko'rsataman. Ikkita kolonka, bitta peshalka uchun juda ham mos. Zapchaslari ham hammasi yaxshi zapchaslardan ishlatilgan. Xo'p, xuddi o'shani bittali modeli одиночкаga qo'ysa bo'ladi. Bu filtrlarni o'zi ko'pchilik biladi. Bular ham двойной kolonkalarga ishlatiladi. Bunisi JBL filtr. Bunisi ham juda ham sifatli. Xo'p, transformatorlari boltda qotirilgan bo'ladi. Qisman plus-minuslari metal qarshiliklar, peshalkaga alohida zashitasi bor. Hozircha har xil turdagi filtrlarimiz mavjud. Xo'p, bu alohida bas uchun faqat bas kolonkaga ishlatiladi. Hech qanaqa ovozdan o'tkazmaydi, basni o'tkazadi faqat. Xo'p. Peshalkalarimiz bor, kolonkalar kichik. Xo'p. Tepada masjidlar uchun azon karnaylar bor. 200 vatli, 16 ohmda ham, 100 volt sistemada ham ishlayveradi. Xo'p, bunisi Bosch, nemetskiy brend, original narsa. Donasi $250 chiqadi. Buni 200 vat, sifati yaxshi, juda ham yaxshi. Yaxshidan xudo xolisa 200 vatli ishlatib tekshirib beramiz. Buni Tova firmasi bor edi, Tovadan sifati yaxshiroq xudo xolisa ishlatib ovozlarini solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Mikrofonlarimiz kelgan har xil. ULXD. Keyin QLXD lar bor.
XT500'larimiz bor, 2 tali, 4 tali, 1 tali, har xil mikrofonlar bor. Payki. Xo'p, shunaqa tashqarilar uchun pag'ir garnirlarimiz bor. Uzoq masofalarga ovozlarni sochib, ochib beradi. Keyin yana bitta ma'lumot, O'zbekistonda juda ko'p ustalar bor. Korpus yasaydigan ana o'shalar uchun har xil turdagi ruchkalar, roperlar, boshqa zapchast juda ham ko'p zapchastlarimiz bor. Kimga nima kerak bo'lsa, videoda ko'rinmasa ham so'rasanglar topib beramiz. Xo'p, bularimiz kolonkalar. Xudo xolisa boshqa zapchastlarimiz ham mavjud. Kafe, restoranlarga kichkina ichki, tashqi kolonkalar ham bor. Skripkalar. Xo'p, dinamiklarimiz mavjud. 18 dyum, 15 dyum lyudium magnitli hozirgi trenddagi kolonkamiz. Sonlari ozgina qoldi. Xudo xolisa yana zakaz qilganmiz, kelib qoladi. Xo'p, yana bitta kolonkamiz Martin Audio. Sredniyligi juda ham zo'r kolonka. Bunda punch bor. Sredniy bilan ozgina nizam bor bunda. Zapchastlari, difuzori Angliyadan keladi, o'zi Xitoyda ishlab chiqariladi. Keyin dinakortlarimiz bor. 600 talik, 1000 talik, 1600 talik, undan katta kichik har xili bor, xudo xolisa. Arzonroq maktab tadbirlar uchun, kichikroq tadbirlar uchun kichkina pult mikserlarimiz ham bor, aktivniy. Undan tashqari har xil aksessuar zapchastlar bor. Pishalkalar uchun har xil atmutkalarimiz bor. Original, Xitoy, boshqa. Xo'p, bular stoykalar. Yana bitta ma'lumot, bizda usta ta'mirlash xizmatlari bor, ustanovka ta'mirlash. Xo'p, bu bugun kelgan remontlarimiz hali ochib ko'rmadik. Undan oldingi qilgan ishlarimizni tugatib, keyin bularga o'tamiz. Yana ma'lumot, mikrofonlar uchun alohida keslar kelgan. Xo'p. Bu chamadonlarimiz faqat mikrofonlar, shunaqa kabel-mobillar so'sanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, bu odamni ham bemalol ko'taradi, ustiga chiqib sakrasanglar ham bo'ladi. Sifatlari yaxshi, o'zini ключchalari bor. Quflab bemalol ehtiyotkorlik bilan mikrofoninglarni olib yursanglar bo'ladi. Bu 9 taligi. Xuddi shunaqa 12 taligi ham bor. Xo'p, bular 100 voltli uslitillar masjidlar uchun, korxona, ishxonalar uchun ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p. Bu quvvati kattaroq uslitillarimiz, Electrovoice, Martin Audio shunaqa modellari bor. Yaqinda boshqa modellar ham keladi. Ular kelsa yana yangilik qilib, xudo xolisa chiqaramiz. Xo'p, bu keslarimiz pustoy, mikrofonlar, uslitillar, crossover shunaqa narsalarga bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Slim versiyasi, oddiy versiyasi katta. U2, U3, U4 gacha bor hozircha. Xudo xolisa katta razmerlarni olib kelamiz. Xo'p, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, hammaga rahmat. Bu qisqacha obzor edi. Xudo xolisa tovarlarimizni, yangi kelgan tovarlarimizni sekin-sekin joylab borishga harakat qilamiz.